inson dunyoda nima uchun yaraldi? Kecha savol bergandim. Inson yaratilishi, odam yaratilishi haqida. Hamma har xil o'zining fikrini yozdi. Bugun o'zimni shaxsiy fikrimni aytaman. Faqat videoni boshidan oxirigacha ko'rib bo'lgandan keyin fikringizni yozib qoldiring. O'rtasiga yoki boshini ko'rib birdan fikr yozmang, chalg'itib qo'yasiz hammani. Xullas, o'zi bu nima uchun kerak edi? Ko'pchilik tadbirkorlarimiz savol berishadi, biznes haqida yoki boshqa narsalar haqida. Javob berishdan oldin birinchi misol tariqasida aytaman. Bir tarixni o'rganishdan oldin birinchi kitob o'qishni o'rganishimiz kerak-ku. Kitob o'qishni o'rganishdan oldin esa birinchi alfavit, alifboni o'rganishimiz kerak. Xuddi shunday biz tijorat qilishligimizdan oldin birinchi tariximizni bilishimiz kerak. Tarixda bizdan oldingi ota-bobolarimiz tijoratda nimalarga amal qilishgan, o'zi nima bizlarga qilish mumkin bo'lgan, nimalar esa qilish mumkin bo'lmagan. Mana shu tarixni boshidan, alifbosidan boshlaydigan bo'lsa agar, inson o'zi qanday yaraldi, odam nima uchun yaraldi degan savolga birinchi javob topishimiz kerak. Odam yaratilishi haqida hammaning har xil o'zining fikri bor, nazariyasi bor. Masalan oladigan bo'lsa agar, Darwinda nima deydi? Darwin inson deydi hujayradan tashkil topgan deydi va u evolyutsiya orqali ko'plab millionlab yillar davomida eng yaqin ajdodi Olduvay, Homo sapiens hamda Neandertallardan keyin mana shunaqa rivojlanib odamga aylangan deydi. Ya'ni biz hujayradan keyinchalik esa maymunga aylanib odam bo'lgan ekanmiz. Undan tashqari yana shunaqa nazariyalar bor. O'zga sayyoradan deydi, mikroorganizm shaklida kelib dunyoda rivojlanib ketgan deydi. Va yana bitta nazariyaga bunday qaraydigan bo'lsa agar, inson deydi sun'iy intellekt, bugungi zamonaviy bu nimalar tadqiqotlardan shunaqa kelib chiqishgan. Insonni deydi sun'iy intellekt qanaqadir simulyatsiya ichida rivojlantirib, tadqiqot qilib ko'ryapti. Biz simulyatsiya ichida yashab ko'rayotgan bir mavjudotlarmiz deydi. Xitoylarda masalan deydi inson tabiatni bir qismi. Miflar bor shunaqaki, Prometey deydi tuproqdan insonni yaratgan deydi, unga nima qilgan deydi, o't bergan, xullas inson qilib, odam qilib yaratgan deydi. Bizni e'tiqodimiz nima deydi? Bizni e'tiqodimizda odam degan Allohning fazli bilan tuproqdan yaraldi degan. Ya'ni Alloh aytayapti, "Men odamni yer yuzidagi tuproqdan yaratdim" deydi. Uni juma kuni yaratdim, uni aziz qildim deydi. Juma kuni shuning uchun ham bizlarda mana shunaqa aziz kun deb e'lon qilingan. Va insonni yaratganimdan keyin deydi, uni qovurg'asidan havoni yaratdik dedi. Odam havo yaralgandan keyin inson rivojlanishi boshlangan. U qayerda boshlangan? Yerda boshlangan. Inson qayerda paydo bo'lgan? Insonni jannatda yaralgan. Nima uchun yerga tushgan? Chunki mevasi mumkin bo'lmagan daraxtni mevasini yegan. Nima uchun u mevani yegan? Nima uchun adashgan desa agar, uni taqdirida shu bo'lgan. Qadarida shu yozilgan bo'lgan. Chunki insoniyatni yaratilishdan oldin birinchi Alloh bo'shliqda bo'lgan. Keyin arshni yaratgan. Arshdan keyin qalamni yaratgan. Qalamga yoz degan. Ana shu qalam yozgan paytda odam hamda havoni ana shu xatoliklarni qilishi hammasi yozilgan bo'lgan. Buni bunaqa bo'lmasa, xato qilmasa ham bo'lardi-ku degan savol ham kelishi mumkin. Lekin inson, odam agar jannatda tursa agar, u jannatdagi oziqadan oziqlanib ko'payisha olmas edi. Ular ko'payishlari uchun ham yerga tushirilgan. Ular mana shu yerga tushirilishi uchun ham xato qilishi kerak bo'lgan. Bu shunaqa chiroyli yozib chiqilgan bir konsepsiyaki, buni inson miyasi qabul qilishi qiyin. Buni qanchalik ko'p ilmini olsangiz agar, shunchalik ko'proq tushunishni boshlar ekansiz. Xullas, inson, odam hamda havo yerga tushirilgandan keyin ko'payishni boshlashdi va bugungi kunga qadar bizlar mana shunaqa ko'payib keldik. Endi aslida odam nima uchun yaraldi? U nima uchun Allohga kerak edi desangiz agar, Alloh deganki, "Men uni degan o'zimga yer yuziga o'zimga o'rinbosar, xalifa qilib yaratdim" degan. U nima uchun keldi? U dunyoni obod qilish uchun keldi degan. Mana shuning uchun ham eng mana bitta urg'u beradigan joyimiz shundaki, odamni deyapti, "Men dunyoni obod qilish uchun yaratdim" deyapti. Pul topish uchun emas, qanaqadir mansabga erishish uchun emas, dunyoni obod qilish uchun yaratdim deyapti. Ya'ni biz yerga tushishimizning sababi bu yerni obod qilishligimiz kerak ekan. Shuning uchun ham bugungi tadbirkorlar birinchi o'rinda boy bo'lishni, shaxsiy manfaatni emas, bu yer yuzini, bu dunyoni obod qilishlikni o'rganish kerak, o'ylash kerak. Birinchi o'rinda biznesni boshlayotganingizda siz o'zingizga savol bering. Meni biznesim menga qanchalik foyda beradi emas, jamiyatimga qanchalik foyda beradi. Chunki Alloh taolo meni yer yuziga jamiyatni obod qilish uchun yubordi. Men
o'zimni maqsadimni mana shu yerda yetkazib ketishim kerak. Bu maqsadga erishishim uchun jamiyatga foydali ishlarni qilib berishim kerak degan bitta fikrni mana shu miyada qo'yib to'g'rilab olishingiz kerak. Biznesni boshlashdan oldin birinchi qiladigan ishingiz bu sizni qiladigan biznesingiz jamiyatga nechog'lik manfaat beradi. Bir 4-5 kishini ish bilan ta'minlamoqchimisiz yoki chet elda yurganlarni uyiga qaytarmoqchimisiz? Mana shu yerda ona vatanlarida farzandlarini oldida ish bilan ta'minlab bermoqchimisiz yoki ularni farzandlarini mana shu yerda ota-onasiga o'xshab chet elga ketmasdan o'zini ona vatanida ish bilan ta'minlashi uchun mana shu yerda bir ahd qilganmisiz? Xullas, nima niyatda, nima, qaysi maqsadda ishni boshlayapsiz va sizni bu ishingiz jamiyatga nechog'lik manfaat beradi, qay darajada foydali bo'ladi? Mana shuni o'zingizga bitta savol bering. Endi keyinchalik biznesni keyingi etaplariga o'tib ketsak bo'ladi. Endi yana biznes haqida gapirishdan oldin sizlarga beradigan savolim bor. İnsoniyat tarixida mana odam yaralishi haqida hozir o'zimizni e'tiqodimiz haqida tushunchani ozgina bo'lsa ham aniqlab oldik. Buni ko'pchilik bilishadi. Agar men hozir qaysi joyda sal unday o'tib ketgan bo'lsam yoki masalan sal xato gapirgan bo'lsam, meni to'g'rilab qo'yinglar. Bu men 100% sizlarga to'g'ri gapiryapman degani emas. Video qisqa bo'lganligi uchun ham tez sakrab o'tib ketyapman. Bir tomondan birdan tanqid qilishga shoshilmanglar. Tangana ikkinchi tomoni bor. Siz agar men aytib o'tmagan gap bo'lsa, menga savol tariqasida pastda yozib qoldiring. Mana bu narsaga qanday qaraysiz? Bu narsani siz qanday fikrlaysiz deb so'rang. Men javobim xato bo'lsa agar keyin tanqid qiling. Agar so'ramasdan tanqid qilsangiz bu xato bo'ladi. Shuning uchun ham keyingi etapga o'tishimizdan oldin men sizlarga yana bitta savol keyingi etapga o'tishdan oldin men sizlarga beradigan yana bitta savolim bor. Insoniyat tarixida birinchi qotillik qachon bo'lgan va kim tomonidan qilingan? Mana shundan pastda fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Men keyingi reelsda yana o'zimning fikrimni sizlarga aytaman va uni bugungi kunda biznes bilan bog'lantirib beraman inshaalloh. Hozir shu videoni ko'rib bo'lgandan keyin izohga kirib birinchi yozmoqchi bo'lgan gapingiz, bu dunyo inson uchun sinov shaklida berilgan, inson Allohning roziligiga erishish va jannatga kirish maqsadida yashab sinovdan o'tib ketishi kerak deb yozasiz. Haqsiz, 100%. Mana shu hozirgi gapirayotgan gapimiz bu tadbirkorlarga moslashtirilgan, tijorat qilishligi uchun. Tijorat ham bu ibodatning bir shakli sanaladi. Ibodat faqat roza tutish, haj qilish, namoz o'qish, yoki masalan zakot berish, shahodat kalimasi emas. Bu ibodat bitta masalan o'sha bir ustuni. Islom ta'limotining 5 ta mana shunaqa ustuni bor. Bittasi aqida, bittasi ibodat, muomalat, muasharat, xulq. Siz aytayotganingiz faqat bittasi, qolgan 4 tasi ham bor. Mana shu muomalat qismi bu tijoratga kiradi. Mani gapirayotgan gaplarim bu tijorat ichiga kiradi. Siz aytayotganingiz parallel. Bu yerda ibodat qismi, muomalat, ibodat, muomalat, ibodat. Shuning uchun buni to'g'ri hammasini qabul qilib, birinchi o'rganib chiqib, tarixdan hammasini o'rganib chiqib, keyin fikr bildirsaga to'g'ri bo'ladi. Bizni mana bu kanalda, mana bu Instagramda gaplashadigan mavzuyimiz bu tadbirkorlik haqida, tijorat haqida, tijoratni to'g'ri qo'yishlik haqida. Bu shunchaki meni fikrim. Xuddi Darwin o'zining nazariyasini aytgandek, men ham o'zimning e'tiqodim bo'yicha o'zimning fikrimni aytyapman. Bunga siz amal qilishingiz shart emas. Faqat shundan kelib chiqqan holatda fikringizni unda to'g'rilab oling. Borib aniq ishonadigan va 100% davlat tomonidan tasdiqlangan insonlar bilan muhokama qilib oling va o'zingizning tarixingizni aniqlab oling. Izoh yozishda shoshilmang.